Shu o'rinda yana bir savol bermoqchi edim. Bu ijtimoiy tarmoqdan kelgan savol. Ijtimoiy tarmoqlarda aytib o'tganimizdek anchagina muhokama bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar shunday bir savol bilan murojaat qilishyapti, ya'ni shunday bir fikrlar bor. O'zbekistonda agar nikoh o'qitib bo'lmasa, yaqin davlatlar, aytaylik o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston yoki bo'lmasa o'sha Turkiyaga borib ham nikoh o'qib kelaveradi deyishyapti-da ayrim odamlar. Bu kabi o'qitilgan nikohlar qanchalik darajada to'g'ri degan savol ham tushyapti. Bu dinimizga mutlaqo zid bo'lgan narsa. O'zi aslida nikohda mazhab tanlanmaydi. Lekin hali yuqorida biz aytdik, oyatni tafsirida aytdik, o'zi yashab turgan jamiyatni sharti sharoitiga amal qilishligi kerak. Nima uchun bizning diyorda ulamolar bor? Nima uchun masjidlarimiz faoliyat yurityapti? Nima uchun bugun misol uchun davlat rahbarimiz tomonidan islom madaniyat markazlari ochilyapti? Ularning qoshida islom ma'rifatini o'rgatadigan maktablar shakllantirilyapti. Nima uchun kerak bular? O'zini diyorda yashab turgan qonun qoidaga, o'zini diyorda yashab turgan ahli ilmlarga itoat bo'lmasa, ularga bo'ysunishlik bo'lmasa, nima keragi bor bu odamni bu jamiyatda yashab turib? Payg'ambar alayhisolamning bir hadislari bor. Har biringiz rahbarsiz va qo'l ostingizdagilarga mas'ulsiz, bularga javob berasiz. Endi bu o'rinda nikoh o'qiydigan domla qiyomatda nikohiga javob beradi. Bu kelin kuyovni zakisdan o'tkazgan zakiz o'sha fihriya bo'limi xodim-xodimasi qiyomatda o'tkazganligi uchun javob beradi. Qarang, demak mana shu narsani oldiga qo'yayotgan kelin kuyovlar chetga chiqib nikoh o'qitib kelayotganlar Qur'onga qarshi amal qilib qo'yapti. Nima uchun? Qur'onga qarshi amal shuki, o'zingizda Allohga va payg'ambarga va o'zingizdan chiqqan ish boshliqlarga itoat qiling. Biz din masalasida O'zbekiston musulmonlar idorasiga itoat etishligimiz kerak. Bu diyorda yashab turganlar va ularning ko'rsatmalariga, buyruqlariga, qarorlariga taslim bo'lishligimiz kerak. Islomning ma'nosi ham shu. Bo'ysunishlik, itoat etishlik, kimnidir orqasidan yurishlik. Biz bugun o'zimizning yurtimizdagi ahli ilmlarga ergashishligimiz kerak.